Şimdi zencefilimizi ezip alacağız. Hani biz zencefilimizni töktük. Şimdi biz bununla az miktarda mening usulüm zere salımı, az miktarda tuz, selip bunu yaxşı aralashtirma. Mana ko'rdinglar, buni eng yaxshi aralashtirib bo'ldim. Endi buni men mana ishlatib bo'lgan qatiqning qutilariga, mana bu holatda qatiqning qutilariga qachilab, to'nglatqining muzaydigan yeriga selib etdim. Endi keyin ishlatganimni, lekin yaqin ishlatganimni ayna qutilarga selib, to'nglatqining sovuq saqlash bo'limiga qo'yaman. Chunki to'nglatqining sovuq yeriga butulkani qo'ysang etilib ketadi. Uning uchun men asti qismiga butulkani, tepa qismiga Muşunda qatiqning qutilariga elib muzlatib olib, keyin azozini elib ishlatdim eritib. Tuz aralashtirganligim uchun to'nglatqining muzaydigan yeriga kelishtirganimni, hozir ishlatganimni to'nglatqining sovuq saqlaydigan bo'limiga solmoqchi. Sizlarmi to'nglatqiga selib ishlatsanglar yaxshi. Agar to'nglatqim patmaydi deb qolsanglar, uyning eng sovuq uyga qo'ysanglar bo'ldi, sovuq tusi bo'ldi. Ya'ni mushu holatda eng yeyishlik bo'lgan sho'xli qiyomi tayyor bo'ldi. Mushu holatda qutilar qachilab qilsanglar bo'ladi inshaalloh. Mana ko'rdinglar, ajoyib puruqi beki mizlik. Mana mushu holatda sep qo'yib ishlasanglar bo'ladi. Cho'qim sinab beqishinglarni umid qilaman. Bu bek yeyishlik. Inshaalloh cho'qim sinanglar. Bugungi mazmunim shunchalik. Hammalarga qulaylik tilayman. Qilib beqinglar inshaalloh.